Alloh taolo kuldi deb aytdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ey bandam der ekan. So'raverasan ekan. Men beraveraman debdi Alloh taolo. Sen so'raysan, men beraman. Boyaga aytdiki, atahza'u bi va anta robbul alamin. Butun olamlarning Robbi bo'la turib, meni ustimdan kulyapsan, ey Robbim dedi. Yer, osmon, jannat, do'zax hamma seniki bo'lsa-yu, meni ustimdan kulyapsan Robbim dedi. Ishonmayapsan bandam dedi. Valaka misluhu va misluhu va misluhu va misluhu dedi. Yer yuzichalik va yer yuzichalik, yana yer yuzi va yana yer yuzi mana shuni 10 barobar senga dedi. Kir jannatga dedi. Mana u mol mulklarning hammasi meniki ekan dedi-da jannatga kirdi.